Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan akalar, opalar, mana 6 metrli mebelimizni xudo xolasa o'rnatib oldik. Bu 6 metrli mebelimizning manzilini uyni o'zini egasi tushuntirib o'tadi. O'zini emotsiyalarini ham bir sizlarga o'zidan chiqqan energiyalarni ham bir tushuncha berib o'tadi. Mebel yoqdi, yoqmadi, qanaqa kачествоda chiqdi, bu sarflangan puliga olinib qoldimi, olinmadimi, o'zini bir ichidagi emotsiyalarini sizlarga yoritib berishga harakat qilishadi. Xudo xolasa, xonadon egalarini bir eshitamiz. Aka, manzilini bir tushuntirib o'ting. Bizning manzilimiz Jizzax viloyati, Yangiobod tumani, Namangan qishlog'i. Mana shu akalarimizga Instagramdan ko'rib, havas qilib, mana shunday mebellar bizning qishloqlarda ham bo'lishini orzu qilgandik. Bizning orzumizdan ham juda ham go'zal, mana ko'rib turibsizlar. Hamma tomoni go'zal, juda qulayliklari zo'r, suv smestetillari ham hamma tomoni juda ham chiroyli, go'zal. Vichkalari, vichkalari. Mana vichkalari, sensorli vichkalari juda ham go'zal ishlangan. Biz bergan pulimizga mingdan ming rozimiz. Mana shu akalarimizni ham iloyim omadini bersin. Bundan ham ko'p muxlislari ko'paysin, ishlariga Xudo baraka bersin. Yanga, bu 600 bir emsa vermaysizmi ama bani istogalar aytib o'tmaysizmi? Bani vermaysizmi? Juda havas qilib yurdim-da men. Asha niyatingizga 700 ming xudo xolasa qo'ldan kelgancha shu o'zim o'ylaganman. yoqqan darajada olib kelishga harakat qildingiz ham. Rahmat sizlarga, ko'p yashanglar, omadlaringni bersin, topgan pullaringga Xudo baraka bersin. Shuncha uzoq yo'ldan kelalarm bilan qilalardim ekan, qanday chiqar ekan deb shu paytgacha o'ylab yurdik. Yo'q, mana biz o'ylagandan ham zo'r, chiroyli, shinam. Qulayliklarni ham sizga yoqdimi? Endi ovqat qilib bosib beradigansiz. O'zi yopilib, mana semestillari, hamma narsasi, mana mikromolovka qo'yadigan qilib bering dedi. Buni ham qildilar. U yana o'z joyiga yarashibdi hamma bu dizayniga yarashibdi, zo'r. Gap yo'q, ishlaringga omad, charchamanglar. Rahmat sizlarga. Sog' bo'lasizlar, xudo xolasa endi buni bitta tushuncha berib o'tamiz qolganlarga. Bu 6 metrli mebelimiz ichida barniy stolka, vichka va mikrovalnovka qo'yadigan taxchalari, semistitili, mo'ykalari va mana bu yerda mana sushilkalarni ham qo'yib berganmiz. Buni ichiga e'tibor berib o'tadigan bo'lsak, polkalarni ham polka dirijatorda